Tasavvur qiling, sizda juda zo'r ideya bor, lekin siz kod yozishni umuman bilmaysiz. Bugun men sizga sun'iy intellekt yordamida qanday qilib saytlar yasash mumkinligini ko'rsataman. Siz esa videoni oxirigacha ko'ring, chunki video davomida menda siz uchun sovg'a bor. Xo'p, saytlarni yasaydigan sun'iy intellekt bu Lowbl AI deb nomlanadi. Siz uning uchun brauzerimizga lowbl.dev deb izlasangiz, o'sha sayt kelib chiqadi. Keyin esa siz o'sha saytga kirgandan so'ng Gmail orqali o'zingiz registratsiyadan o'tib olishingiz kerak. Registratsiyadan o'tib bo'lgandan keyin sizga xuddi mana shunaqa interfeys chiqadi. Bu interfeys o'sha Lowbl'ning o'zining interfeysi bo'lib, siz bu yerdan sayt yasashni o'zi boshlasangiz ham bo'ladi. Birinchi ko'zimiz tushadigan narsa bu bizani chat qismimiz, ya'ni Lowbl'ning o'zining chat interfeysi. Siz bu yerga o'zingizni ideyangizni yozib, uni real saytga aylantira olishingiz mumkin. Masalan, keling, men o'zimni ideyamni hozir bu yerga joylayman. Mana men o'zimning ideyamni yozdim. Siz esa bunaqa ideya yozishingiz kerak emas, siz to'liqroq prompt berishingiz kerak. Lekin men misol tariqasida hozir xuddi shu ideyani berib, Lowbl'ni ishlatib ko'ramiz. Ideyani yozgandan keyin send tugmasini bosasiz va bu sayt yaratishni boshlaydi. Xo'p, saytni yaratishga o'zi 5 minutdan 7 minutgacha vaqt sarflaydi. Siz keling ungacha biz hozir nimalar qilishingiz mumkinligini ko'rib chiqamiz. Eng kerakli narsa bu biza Lowbl'da mana bu yerda kredit qismi. Ya'ni sizni har bitta yozgan xabaringiz Lowbl'da kredit sarflaydi. Masalan, menda bu yerda 110 ta kreditim bor. Sizda esa endi registratsiya qilganingizdan so'ng sizga faqatgina 5 ta kredit kundalik sharoitda beradi. Masalan, 5 ta kredit har kun davomida olishingiz mumkin, 30 kun davomida. Biz bu yerga kirsak, biz Lowbl'ning o'zining planlarini ko'rishimiz mumkin. Bu yerda o'zi 4 ta plan bor, $25, $50 va o'zining biznes plani. Men bu yerda hozir o'zim $25 plandaman, ya'ni men 100 ta kredit o'zimga olganim sababli. Siz ham xuddi shunaqa o'zingiz planni sotib olishingiz mumkin. Nimaga bunaqa kerak? Chunki endi siz sayt yaratayotganingizda sizga 5 ta kredit yetmasdan qolishi mumkin. Buning sabablari juda ham ko'p. Buni video davomida siz o'zingiz ham ko'rib guvoh bo'lasiz. Lekin agar sizga 5 ta kredit yetmasa, siz men sizga hozir opisaniyada shunaqa link qoldiraman. O'sha link orqali o'tib, siz o'zingizga 15 ta kredit olsangiz bo'ladi. Bu degani siz 15 ta kredit bilan boshlaysiz. Ya'ni hamma odamga 5 ta kredit berilsa, sizga 15 ta kredit bo'ladi va bu Lowbl AI ni o'zingiz yaxshiroq test qilishingiz mumkin. Xo'p, hozir Lowbl nima qilyapti? Bu o'zi o'ylab qanaqa qilib saytni yaratishni o'zi o'ylab ko'ryapti. Masalan, bu yerda yozgan, shunaqa oyoq kiyim uchun, erkaklar oyoq kiyim uchun sayt yarataman deb va o'zicha dizaynlarni o'zi o'ylab topyapti va birinchi versiyasi uchun nima qilishi, masalan, hero bo'limini qo'shishi, mahsulot katalogini qo'shishi, hammasini o'zi o'ylab ko'rib, o'zi endi yaratyapti. Masalan, bu yerda kod yozib, bu yerda o'zi kodlarni endi tahlillayapti. Buning uchun shu aytganimdek 5-7 minut kutib turasiz va bu sizga generatsiya qilib beradi. Mana ko'rishingiz mumkin, bu bizning saytimizni yaratib ham bo'ldi. Keling endi ko'ramiz qancha kredit sarflagan. Masalan, men o'zim bitta oddiy prompt bergandim va buni sarflagan krediti 2-3 kredit sarflabdi. Masalan, menda 110 ta kredit borda, endi 179 ta kreditim qoldi. Sizda ham xuddi shunaqa kredit ketadi. Shuning uchun Lowbl juda ham zo'r, lekin u kreditli ishlaydi. 5 ta kredit ko'pincha yetmaydi. Shuning uchun 15 ta bilan siz yaxshiroq test qilib olasiz va keyin esa agar xohlasangiz sotib olishingiz ham mumkin. Xo'p, mana bizning saytimiz tayyor. Endi keling saytni o'zidan boshlasak. Tepada ko'rishingiz mumkin mana bu tugmani. Bu preview, ya'ni telefonda qanaqa ko'rinadi, tabletda qanaqa, planshetda qanaqa ko'rinadi va kompyuter versiyasida qanaqa ko'rinishini siz dizaynni ko'rishingiz mumkin. Masalan, ustidan bossak, bu tabletda ko'rinishi, ya'ni planshetda ko'rinishi va yana bitta bossak, bu telefonda ko'rinishi. Bizning saytimiz xuddi shunaqa yaratib berdi. Endi keling saytni bir analiz qilib chiqamiz. Saytni qora rangdan foydalanib qilibdi. Lekin menga qora rang bilan yoqmadi. Mayli, buni o'zgartirishimiz mumkin. Bu yerda mana animatsiyalar ham ishlayapti va ko'rishingiz mumkin, bu yerda o'zidan Telegram, Facebook bilan qo'shgan. Biz uni linklarni ham keyinroq qo'shishimiz mumkin. Keling endi bironta tugmani ustidan bosib ko'ramiz, qani ishlarmi. Tepadagi navbar qismi bizda ishlamoqda, lekin biz agar mana buni bossak, bu tugmalar ishlamayapti. Masalan, savatchaga qo'shsam ham yoki yurakcha bossam ham bular ishlamayapti. Chunki biz faqatgina bundan dizayn qilishni so'radik va bu bizga dizayn qilib berdi. Endi biz agar o'sha savatcha funksiyasini qo'shmoqchi bo'lsak, biz mana bu yerga savatcha funksiyasini qo'sh deb ham yozishimiz mumkin, ya'ni chat qismiga. Yoki bo'lmasa, o'zi tepasida ko'rishingiz mumkin, bizga
taklif beryapti, ya'ni nimalar qilish mumkinligini. Biz keling mana bu savatcha funksiyasini o'zini tanlaymiz va bu bizga o'zi prompt yozib beryapti. Endi keling agar masalan sizga bu yerga qanaqadir tushunarsiz gap yozayotgan bo'lsa, masalan siz tushunmagan bo'lsangiz qanaqadir narsani yoki qanaqadir savolingiz bo'lsa, siz nima qilishingiz mumkin? Siz unda mana bu chat funksiyasini yoqishingiz mumkin. Bu chat funksiyasi nima qiladi? Bu hech qanaqa kodni o'zgartirmaydi, ya'ni saytimizni hech qanaqa o'zgartirish kiritmasdan faqatgina siz bilan chat qiladi, xuddi ChatGPTga o'xshab. Masalan, keling shundoq so'raymiz. Savatcha funksiyasi o'zi nima deb? Bu o'zi nima deb so'rayman. Va bu hozir menga o'zi o'ylab javob beradi va bu bergan javobi hech qanaqa saytimizga o'zgartirish kiritmasdan, ya'ni faqatgina chat sifatida javob beradi xolos. Mana ko'rishingiz mumkin, bu bizga savatcha aynan nimaligini tushuntirib berdi va chat funksiyasini yana bir eng zo'r tomoni bu bizga plan tuzib berdi. Mana bu yerda biz planimizni ko'rishimiz mumkin. Birinchi qadam deb yozyapti, savatchani holati. Ikkinchi qadam savatchaga qo'shish, ya'ni savatchaga qo'shish funksiyasini qo'shish, keyin esa savatchani sahifasini o'zi va bularning hammasini plan tuzgan, ya'ni reja tuzdi o'ziga o'zi. Biz esa mana bu implement the plan tugmasi orqali o'sha planni bizning saytimizga qo'shishimiz mumkin. Masalan, faqatgina shu tugmani bosasiz va bu tugmani bosgandan keyin o'sha plan orqali bu bizning saytimizga o'zgartirish kiritadi. Xo'p, endi ko'rishimiz mumkin, bu o'sha planni o'zini kiritdi, lekin bu yerda error dotdi, ya'ni bu yerda qanaqadir xatolik yuz berdi. Siz esa bu yerda faqatgina try to fix tugmasini bossangiz bo'ldi. Bu sizdan hech qanaqa kredit sarflamaydi va o'sha qilgan xatosini to'g'rilaydi xolos. Mana bu implement qildi planimizni va fix qildi xatolarimizni, to'g'ri o'zi qilgan xatolarni. Endi keling tekshirib ko'ramiz, savatcha qismi ishlayaptimi yo'qmi. Biz barchasi ko'rish tugmasini bossak, bu hali ham ishlamayapti va qanaqadir bug bor. Buni to'g'rilashingiz mumkin, xuddi mana bu yerga yozasiz, mana bu narsa ishlamayapti deb. Hozir uni ham ko'rsataman. Keling o'sha savatchani tekshirib ko'ramiz. Savatchaga qo'shildi dedi. Mana bu yerdan esa biz savatchaga qo'shganimiz ko'rsatyapti. Ustidan bossak, mana bizani qo'shgan aniqamiz. Qani 2 ta 3 xil har xil tovarlar qo'shib ko'ramiz, narxi oshadimi? 2,5 million, 1,5 million qo'shdim va bu yerda mana bu narsa ketmayapti. Mana 4,5 million chiqdi, значит bu narsa ishlayapti. Endi buyurtma berish tugmasini bossam, bu bizdan ism, familiya va nomer manzilimizni so'rayapti. Bu xuddi oddiy saytda siz do'konlarga sotishingiz mumkin bo'lgan saytni yasashni 15 minutlik tutorial desa ham bo'ladi. Endi keling, masalan, bu yerda bizda xatolik ko'rdik. Masalan, mana bu yerda mana shu qism, ana shu tugma ishlamayapti yoki sizga umuman yoqmayapti yozuvi. Siz nima qilishingiz mumkin? Siz bu yerga prompt berishingiz mumkin yoki bo'lmasa, mana bu Visual Edit tugmasini bosib, o'sha o'zgartirmoqchi bo'lgan narsani tanlashingiz mumkin. Bu yerdan tanlab, masalan, tanlagandan keyin bu yerdan o'sha Ask Global dotda, ya'ni siz bu yerdan siz o'zgartirishingiz mumkin. Masalan, so'rashingiz mumkin, buni o'zgartir yoki boshqacha qildim yozaman. Boshqacha qil deb yozdim va bu endi mana shu tugmani o'zgartirishni, kodlarni o'zgartiradi. Qarang, men bu yerda hozir to'liq prompt bermadim, ya'ni boshqa qil dedim. AI esa o'zi savol beryapti menga. Masalan, tugmani o'zgartirish uchun bir necha xil variant bor. Tugmani qanday o'zgartirmoqchisiz? Matnni o'zgartirish, rangini o'zgartirish, o'lchamini kattalashtirish yoki ikonga qo'shish. Va siz bu yerdan azir qilib o'zingiz xohlaganini yozishingiz mumkin. Keling, rangini o'zgartiramiz va next tugmasini bosaman. Va yana keyingi savol, bu yerda inglizcha savol beribdi. Kimga o'zing qilyapsan buni deb myself deyman va submit tugmasini bosaman. Endi esa bu o'zgartirish kiritish kerak. Mana bizani o'zgartirish kiritdi bizani tugmamizga. Endi keling, masalan siz nimadir xato o'zgartirib qo'ydingiz yoki nimadir tekstini o'zgartirib qo'ydingiz, siz o'shani orqaga ham qaytarishingiz mumkin. Uning ikki xil yo'li bor. Birinchisi mana bu yerdan revert tugmasini bosib, masalan undo latest edit dotni o'shani bossangiz, bu bizani qilgan editimizni, ya'ni o'zgartirishimizni qaytib o'zini eski holatiga olib kelib qo'yadi. Mana ko'rishingiz mumkin, eski holatiga olib kelib qo'ydi. Ikkinchi yo'li esa mana bu soatcha belgisi orqali siz bu yerda qilingan hamma ishimizni orqasiga qaytarib olishimiz mumkin. Masalan, biz card system, ya'ni savatchaga qo'shish funksiyasini qo'shdik. O'shani agar yana qaytib olib tashlamoqchi bo'lsangiz, mana buni yana bu yerdan revert qilsangiz, o'shani qaytib olib tashlaydi. Buni foydasi, qachonki siz bu yerga ko'p editlar qilsangiz, mana bu jadval to'lib ketadi va sizga juda ham qiyin bo'lishi mumkin bu yerdan va siz soatcha orqali osongina o'zgartirishingiz ham mumkin. Endi esa keling, men bunga juda ham ko'p ichga kirmayman. Siz bu yerdan hamma narsani o'zingiz xohlaganday qilib o'zgartirishingiz ham mumkin. Keling, endi bu saytni biz internetga joylaymiz. Internetga joylashdan oldin biz mana bu tugma orqali
qanaqa ko'rinishini bir ko'rib olsak ham bo'ladi. Masalan, bizning saytimiz xuddi mana shu ko'rinishda bo'ladi. Juda ham chiroyli ko'rinishda turibdi va biz buni endi internetga joylashimiz kerak, ya'ni deploy qilishimiz kerak. Uning uchun biz publish tugmasini bosamiz va publish tugmasini bosgandan keyin biz mana bu yerga o'zimizning URLimizni qo'shishimiz kerak. Ya'ni biz qanaqa ссылка orqali, qanaqa link orqali bizning saytimizga o'tib olish mumkin. Saytimizning nomini gloss deb qo'yaman va save qilaman. Mana bizda unaqa domain yo'q ekan. Endi esa buni publish qilsak bo'ladi va biz publish tugmasini bosamiz. Mana bizning saytimiz domainga joylandi. Endi esa biz mana shu link orqali o'zimizning saytimizga o'tib olishimiz ham mumkin. Agar saytda siz nechta odam kirayotganini ko'rmoqchi bo'lsangiz, mana bu yerda nechta odam kirayotgani ham ko'rinadi. Lekin sizga uning uchun pro versiyasi kerak. Buning uchun ham men kelajakda yaxshi videolar qilaman. Agar video yoqqan bo'lsa, like va podpiska tugmasini bosishni unutmang. Har xil taklif va savollarni ham kommentariyaga qoldirishingiz mumkin. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.